Piyodalar belgilanmagan joylardan o'tishlariga qanaqa qaraysiz? O'shalar bilan bog'liq avariyalarga duch kelganmisiz yoki holatlariga guvoh bo'lganmisiz? Haydovchilarga ziyonda u. Sababi piyoda o'zini hayotini o'ylamay shunday yuradida, keyin haydovchilar ham o'shanga javobgar bo'lib qolyapti. Shtraf qo'yish kerak ularga. O'ziga belgilangan joydan yurish kerak, misol. Ko'p avariyalarga olib kelyapti o'lim anaqasiga. Bunaqa DTPlar, o'zimdan DTPning hammasi yoqimsiz holatda, yaxshi emas. Hech kimga anaqa ravo ko'rmagan bo'lardi bunaqa narsalar. Hamisha yo'llarimiz tinch ravon bo'lgani yaxshiroq. Har kim har xil o'tib kelaveradi-da bularga anaqa. Misol uchun qaramasdan keladi, keskin tormoz berish natijasida avariya yuzaga kelib chiqishi mumkin-da. Belgilanmagan joydan o'tayotgan piyodalarga nisbatan bizani ko'rib turishgan bo'lsa nima degan bo'lardingiz? Piyodalarga iltimos qilamiz, shu belgilangan joydan kesib o'tishlarini o'zlari va haydovchilarni ham, ular ham o'z hech qachon piyodani urib olib ko'chaga chiqmaydi. Hayot, sog'liq o'zlariga kerakda. Xo'p, mayli, shopir endi uni chipcha ta'minlar bir nechada, lekin undan keyingi hayotlari o'zlariga qiyin bo'ladi-da. Shuning uchun belgilanmagan joydan o'tishmas. Hayot o'zlari uchun kerak. Belgilangan joylardan o'tishsa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Peshxodni, perxodni, chunki baribir to'xtaydi sho'pirlar, znak bor, ko'rib turishadi. Shu belgilangan joyda o'tishsa yaxshi-da.